Hammaga salom bilasizlar bilan men Alex Minecraft bo'ldi. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying chunki men tezda bir gap bo'lmoqchiman. Men qishloqqa keldim do'stlar, chunki shaharda o'sha ishchilar bor, normalniy keyin bitta ish qilib qo'yganman shaharda, ya'ni xullas restoranga o'xshagan kafe ochganman. Xullas u yerga ham ish qo'yish kerak, uni Sanjarda o'zi olib qo'yadi. Men hozir 24-qishloqqa keldim. Uncha katta qishloq emas. Okey, biz o'zimiz fermamizdan narsalar tozalab olamiz. Biz bo'ldi. Bu yerda kimdir bosib qo'yibdi. Mayli. Xo'p. Obunachilar, bo'ldi, albatta videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Shunda videolar tezroq chiqib boradi. Salom Shitel. Salom, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Okey. Bularda ekan. Mana do'stlar, ekib ham oldim, lekin negadir juda kam tushdi. Ya'ni normalniy bo'lmadi. Mayli. Shoshmanglar, men buni merga topshirishim kerak edi aytgancha. Biroz muddat shahar qishloqda bo'lmaganimga esimdan chiqib ketibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Alex? Men naqalarni olib keldim, fermamni tozalab. Okey, tashlashim mumkin. Mana okey janob. Hozir bir daqiqa, mana. Nega kam bu? Bilmayman janob. Kam ishlagansan-da. Kam ishlaysan dedi. Bu yerda, do'stim. Salom, qalaysan? Salom, yaxshimisan o'rtoq? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'p, menimcha doktorga kelgan. Xo'p, bayli. Bu yerda nima bo'lyapti-kina? Qiziq. Xo'sh, jitillar nima bo'lyapti? Mana mablag', u kommunikator oldi. Hoy, jitil, senga nima bo'ldi? Meni millioner tortib oldi. Millioner? Ha, u meni uyimni tortib oldi, janarsan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Meni uyimga kirib oldi. Bergansan yordam bera olmaskan. Bu yerga ishga kirsam bo'ladimi? Millioner yo'qlar. Millioner yo'q ekan do'stlar, biroz kutib turamiz. Kelsinchi o'zi bilan bir gaplashib olay. Janob mer? Nima bo'ldi? Do'stim Jitilning uyida millioner kiryapti. Yordam bermaysizmi? Yo'q, o'zi hal qilsa, uni bobosi. Bu nima deganingiz? Siz mersiz. Nima farqi bor, jinirsan, asabni buzma. La'nati. Hal shunaqami? Mayli, o'zim hal qilaman unda. Bu qishloqda adolat o'rnatish kerak, obunachilar. Jinirsan. Yo, bu la'nati mer. Yomonam layoqatsiz. Bunaqa merlarni o'zi kim saylaydi, jinirsan? Biroz qonun to'g'ri olay. Hozir keyinchalik millioner kelsa-chi, keyin gaplashamiz o'zi bilan. Juda mazali ekan. Teshkulcha deydimi, nima deydi? Xullas. Mana bolalar 5-10 daqiqa o'tdi. Balki millioner kelgandir. Bilmadim. Menga 1 soat o'tgandek tuyuldi. Yomon zergarli o'tdi vaqt. Men tushunmadim. Men agarotim nega buncha tez o'sib qolgan? Jitel, sen bilmasam nega tez o'sib qoldi? Yo, men bilmayman. Bilib turdim birdaniga. Xolos, qo'rqinchli holat bo'ldi. Yo'q. Nima qilasan? Meni urdi-ku. Ukam. Qo'rqmanglar, men urmaydi. Salom, men millioner oldiga kelgandim, men uni tanishiman, do'stiman. Janob millioner, kiraveraymi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, ukam. Bu tashqaridagilar ham jonim ketdi. Bu jitilni uyda nega tortib oldingiz? Seni ishing nima? Senga nima farqi bor seni bu? Xullas, meni ishlarimga aralashma. O'zing uyingda yur, ukam. Yaxshi ish bas ekan birovni uyida besavod tortib olish. Menga yoqdi shu, normal qishloqdagi normalniy ish ekan, ukam. Asabim buzma. Axrinamga aytaman. Bir deganda seni ham qona tutashaydi hammeringni. Men boltam bor. Meni axranam bor, u qurollangan. Yo'q, shunaqami? Yaqinlasha menga. Hozir biroz gapim bilan shu yerdan qaytib chiqmasligim mumkin. Mayli. Siz bilan yaxshicha gaplashib bo'lmas-ku unda. Yo'q, ahmoq. O'yinchi.
tushunsin. U rostdan ablah ekan-ku bolalar. Ha, endi nima qilaman? Xavotir olma, o'zim senga yordam beraman. Jinsi meni ahmoq o'yinchi dedim-a? Men u ablahga ko'rsatib qo'yaman. La'nati. Chalar kerak. Bu isqirtga ko'rsatib qo'yishimiz kerak bolalar. Kim ahmoq o'yinchi ekanligi la'nati. O'zi ahmoq jinsi. Firmamni hozir yana qaytadan tozalab olay. Xo'jlarda keyin gaplashamiz u la'nati bilan kech paytsin. Keyin millionerga ko'rsatib qo'yaman, kerak bo'lsa o'ltiraman. Kimni o'ltirasan? Quyon o'ylayman. Quyonlarni haliga xullas fermamni sabzlarni o'g'layotgan quyonlarni o'ltiraman. Yaxshi emas. Da, to'g'ri, lekin iloji yo'q. Jetlab bilib olmaslik kerak o'rnashlar. Albatta shu joyda videoga iltimos obuna bo'ling. Okey. Yamasan? Obunachilarga. Okey. Xo'p. Ekib qo'yamiz. Okey, mayli. Hop. Yaxshi. Sabzlarni ekdim, endi esa bug'doy ekanmiz. Bug'doy kam bo'lib qolibdi. Mayli, boriga shukr. Endi rediska deyiladimi shunday? Yoki boshqa nima deyiladi xullas. Rediska deyshadi. Okey. Endi buni javob merga topshirishimiz kerak obunachilar. Janob mer kirishga mumkinmi? Kiraver. Kirib ham bo'lding o'zi. Endi men ish bilan kelgandim. Qanaqa ish? Xullas, nima qayerda oldingiz sabzni? Hozir bir daqiqa. Sabzida, короче, sizga aytadigan bo'lsam, bir daqiqa. Ana. Qayerda oling? Xo'p, ayta olmayman. Xullas qiziqmaydi tarix o'zim. Mayli. Xo'p, bolalar, biz uyimizga kirib biroz o'tiramiz. Kech payt bo'lsa, men buni u ahmoq millionerga ko'rsatib qo'yaman, do'stlar. Hozir emas. Millioner isqirt kelsa, kech payt tushsa, keyin gaplashamiz. Kamayda o'chiraman. Mana valla kech payt ham tushdi. Endi hech kim bilmasi kerak. Menimcha qorong'ida hamma uyda hozir. Balki uxlab ham bo'lishgandir. Okey. Sekin boramiz. Hop. Agar millionerni o'ldiradigan bo'lsam, bu qishloqdan kechimga to'g'ri keladi. Sababi u juda ayyor va xonasiga kamera qo'ygan bo'lishi mumkin. Men bu qishloqda qamalib ketishni istamayman. Ayniqsa millionerni o'ldirib, xullas bir kamida 10 yilga tiqishadi. Chunki bu millioner va bu ana juda xullas kino gapirib beraman. Axirona o'ldiramiz o'rnashlar. Ay. Qo'rqchi, hamma joydami? Hamma joyda. Okey. Do'stlar, ovozimizni yo'g'onlashtirib javob berdik, yo'q-yo'q. Eshitib qolibdi la'nati. Sekin xonasiga kirib olish kerak. Eshikdan kirsak, bilib qolib baqir-chaqir qilishi mumkin. La'nati. Sabrdan osholmayman-ku axir. Stop. Ko'rmasan. Mumkin. Xullas, millioner bo'lgani uchun meni uzoq yillarga qamatib yuborishi mumkin. U bilan o'ynashish xavfli, do'stlar. Sekin, okey. Xo'p, sekin kiramiz. Bu yerga ham qochishimiz va oston qilishimiz kerak, bolalar. Okey. Yaxshi. Kanalga obuna bo'ling. Yanchisi, o'ziyam shetlar ko'nomida uyimda turishni. La'nati bu kamiga yetmagan ahmoq. Bolalar o'ldirdik, jo'moyu. Do'stlar, men qotillik qildim. Ko'p qilganman, ja ko'p emas. Endi xullas jinursa bu ishni tushadi, axir barmog'imiz qolgan bo'lishi kerak. Butun dalillarni yo'q qilamiz, obunachilar. Xo'p. Barcha dalillarni yo'q qilib chiqishim kerak. La'nati, millioner. Jiti. Xo'p, okey. Hozir valla. Bir daqiqa. Hop. Bola.
Endi bu yerdan suramiz. Jin ursa. Yo'q. Endi bu yerda qanday chiqaman? Tashqaridan chiqib bu eshikni ham olib ketamiz obrashlar. Sababi bu jin urgur politsiya buni ham topib olishi mumkin. Endi bo'ldi, dalillar yo'q qildik. Endi bu qishloqdan ketamiz. Okey. Xo'p, bolalar, men yopdim. Endi bu yerda ham dalil qoldirmaslik kerak jin ursa. Xo'p, bolalar. Endi men bu qishloqdan ketaman. Bolalar, hammaga rahmat. Videoga ko'rganinglar uchun yana like bosib, obuna bo'linglar. Video tugadi. Men artık sanaga chiqdim, nomim Yulduzday. YouTube'da portlayman har video mo'jizaday. Go'yo boshimda kreativlik qonimda. Preview yasab uchaman, trendlar qo'limda. Minecraft'dan skibidi memlar aralashadi. Har bir ko'rgan odamim bu bola zo'r deydi. Kommentlar yonadi, like'lar ko'payadi. Artex kelsa maydonga hamma jim bo'lib qoladi. Men to'xtamayman, orzularim banom. Har kun yangi video, yangi content bilan haterlar gapiradi, lekin men oldindaman. Bu faqat boshlanish, tarix yozaman. Greybox serial bu mening dunyom. Skibidi toilet bilan yonadi sahnom. Har bir epizod bomba, har biri shu. Artex nomi qoladi, unutilmaydi yo'q. Greybox serial tomosha qilib, skibidi bo'ladi, e'lon chiqadi zo'r. Orzudan haqiqatga yo'lim aniq, men kelajak yulduzi, buni bilib ol bro. Telefon qo'limda, montaj kechasi. Uygu yo'q, faqat go'yo va fantaziyasi. Limit chiqsa ham to'xtamayman hech qachon. Artex bo'lsa sahnada bo'ladi portlash, boom. Skibidagi Ramon Greybox ichida. Har sahna trend bo'ladi internetida. Obunachi ko'payar, raqamlar o'sar. Bugun kecha kanal, ertaga mega star. Menga ishonmaganlar hozir jim turar. Artex qayerga borsa omad yugurar. Men orzuni sotmayman, faqat real qilaman. Har bir bosgan qadamim bilan tarix yozaman.